Ushbu chexol mavzusiga qaytganimizda 3 ta sababi bor. Hozir tushuntirib beraman. Birinchi sabab Gentra bilan Malibu mashinasiga tavsiya qilib chiqqanimizdan keyin Tracker 2 hamda Cobalt haydaydigan okalar ham bizga ham nalichi bormi deyishgani uchun, albatta Tracker 2 hamda Cobalt mashinalari uchun ham ushbu chexoldan nalichi bor degan ma'noda bu videoni olib chiqyapmiz. Ikkinchi sabab buni ustida ishlatilgan Koreya avtomatosidir. Mashina sohasiga qiziqadiganlar juda ham yaxshi biladi. O'rindiqlardagi har bitta muammoni yoki kamchilikni shunday yopib boradigan narsa bu Koreya avtomatosi hisoblanadi. Aynan bunda shunaqa mato ishlatilgan. Bundagi sintetika yo'qligini yana bitta plus tarafi mashinani shuni eshigini ushlaganinglarda tok uradi-yu, aynan mana shu sidenlardagi sintetikadan bo'ladi. O'sha muammo bunda umuman kuzatilmaydi. Uchinchisi, undan oldin Gentra hamda Malibu mashinasiga ko'rsatgan edik. Bugun Tracker 2 hamda Cobalt mashinasiga davomimiz. Yana savol tug'ilishini oldini olish uchun bulardan, ya'ni yuqorida sanab o'tilgan mashinalardan tashqari hammasiga maxsus buyurtma asosida ham qilib beriladi. Xullas, Magnato Baron chexolni narxi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada shunchaki plus belgisini qoldiring. Agar mabodo maxsus buyurtma sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilinglar. Va unutmanglar, Magnato har bir detalda ekskluzivlik.